qadrli tinglovchilar, aziz hamkasblar, men Qo'qon universitetining boshlang'ich ta'lim bitiruvchisi Abdushukuratova Durdona. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar fanidan sandiq va tillar metodini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu metod boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini mustahkamlashda va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda samarali metod hisoblanadi. Ushbu metodimizning bajarilish tartibi shundan iboratki, doskaga mustaqil so'z turkumlariga oid bo'lgan sandiqlar ilinadi va pastki qatorda ularga kiruvchi tillalar yashiringan bo'ladi. Masalan, 2 tangamiz son so'z turkumiga kiradi, buni sandiq ichiga joylaymiz. Masalan, shirin so'zimiz sifat so'z turkumiga kiradi va sifat sandig'imizga joylaymiz. Ushbu metodimiz shu tariqa davom etadi. Ushbu metod o'quvchilarda dars samaradorligini oshiradi va natijalarga boy bo'ladi. Darsingizni yana ham qiziqarli va natijalarga boy bo'lishini xohlasangiz, bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.